Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin Güzel İpek Yolu Sadası programmasiga qatnashgan mayirlarning Chin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Chinuri biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan güzellik bilan Chin Güzel kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bugungi programmamizda qatnashgan mayirlarning qanday tarixxonligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinci derecege erişken mayırını asal makanı olcu dişlep sapta vasilini bazağın sağanı beri halkımızdan yaktırıp istimal kılışığı erişken Olca Paktil Müslümancı mektik işlep çıkıra şirketi 200 milyon kıymetindeki avtomobil bilen tartıklaydı. 2 dergi mükafatımızdan ait katta uzak yıllık tatkikat neticesi bilen diyarımızda tuncu bulup tükkar markasındaki ela süpetlik görüşlük soda suyunu işlep çıkarıp halkımızdan yaktırıp istimal kılışı ve şensiga erişken Ürümçi Kutyar Pen Teknika Terakkiyat şirketi 150 milyon kıymetindeki avtomobil bilen tartıklaydı. Çin derzi mükafatımız olsa Uyghur tibabatçılıkları belgelik göz şahsıl kılan Şincan Kinara Mevlasılıki Erkan Mesbatları teminligen 100 milyon kıymetindeki avtomobil. Kötün derzi mükafatımız olsa Sılattığınızdan ama yeni soğan Şincan Mötüver Halkara Soğutçılık şirketi Elzok Kiyimçilik'i teminligen 50 milyon kıymetindeki avtomobil. Şuna kıyırlaşlar, mükafat buyumlarımız intayın katta. Özde ötede bizden mayırlarımızdan tayarlık mı intayın kuta. Hani mayırımız sahnimizge merhamet. Yaşlıq şaşlıq deməkdir. Yürgüdə ümid arzular çap-çıp durğan Qahar Hüsən Aqso'nun salımını elib yetib gəldi. Ben adette ammavat narsalarını etişini yaxşı görmə. Onun da sırt yani xalq göllerini etişini yaxşı görmə. Ben adet kızıqdığan narsaların tənərkətini yaxşı görmə. Mesela basketbol oynaş, sözüş, çenik qeş degəndəki işlərini yaxşı görmə. Onun sırt naqş etişini yaxşı görmə. Benim bu program qatnashishga sababim uzundan beri bir sahnlarni hozir bo'lgan bo'lsa, shu sahnlarda o'zimning shu ovoz nimamni joriy qildirsam degan orzuyim bor edi. Yaqinda shu bir yaxshi bir ipak yo'li sadosi sahnasi hozir bo'libdi. Bo'lsa cho'qim sahna cho'qim yengib o'zimga ishonaman. Bunday cho'qim yengib yaxshi bir natijalarni elish qo'l keltirishga tirishaman. Mening ishonch bog'liq shu sahnaga keldim. Cho'qim o'zimga ishonaman, cho'qim birinchi bo'laman. Life is short, but this time it was bigger.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey, bayağı ovoz qani. Assalomu alaykum barliq aziz ustozlar, o'qituvchi ustozlar, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Qahar Yusan, bu yil 26 yoshga kirdim. Ona yurtim Aqsuda yerdan. Oo. 26 yosh. Hozir qilayotgan xizmat? Hozir qilayotgan kasbim asos qatlamda ishlayman. Oila komitida. Japakesh. Siz his qildingizmi-ki biz to'rt elimizga o'rildik. Siz ko'zingizni yumib bilib naqsh etibsiz. Ko'zimni butun hissiyotim bilan aytdim desam bo'ladi. Bizning o'rilganimizni bildingizmi, bilmadingizmi? Aylanganimizni. Abdulla akamniki o'rliganda qipash ko'rib qoldim. Ko'zingizni yerim boshqa vaqtda. Hammamiz o'rildik. Evciga chiqqan vaqtida men o'rilib soldim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Hamda hozir buna to'rt elimizning o'rilganligimizni bilanlar bo'ldimi? Bildim. Abi butun hissiyotlar aytib, sizning o'rligingizni ko'rataman. Uch ustozimning o'rligini faqat ko'ramabman. Yaxshi aytdingiz ukam. Men o'zim shaxsan oyoq qarab o'tirgan vaqtida shundaroq bir simani ko'z oldimga keltirib baqdim. Chunki ovoz to'g'riliq. Buni mushunda badan bo'lmasa, Men shuna qiyos qilishimda bir ovozingizni qarab inchik chiqqan ekan. Zil deymiz-ku. Bu ovozni yo yuqori demaymiz. Bizga bu yuqori ovoz deymiz. Aslida yuqori ovoz demasligimiz kerak. Bizga ajdodlarimiz shundoq baland so'zdan shuni bergan. Zil, bum. Aslida to'van yuqori desak, o'g'ziga chiqqanni yuqori deymiz, pastga tushganni to'van deymiz. Bu mantiqqa tushmaydi. Shunga biz zil, bum degan maxsus ovoz bilan qartilgan. Yaxshi bilan zil ovozni bilan. Ovoz tutsangiz bek chiroyli ekan. Ovozingiz menga bek yoqdi. Siz qanday armonlaringiz bilan shu Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashganligingizni bizga aytib bergan bo'lsangiz, biz birlikda o'rtoqlashgan bo'lsak, nihoyatda xursand bo'lardik. Bo'ldi. Men uzundan beri mushta bir yaxshi bir sahnadan chiqishni orzu qilib kelgan. Yaqindan masalan Jungo yaxshi ovoz deymi, shunda yaxshi sahnalar chiqdi, naq maydon sahnalar. Mushta sahnalar bo'lsa o'zimning talantini bir namoyon qilib baqsam degandim. Mushta Ipak yo'li sadasini shunda yaxshi quribdi, yaxshi o'tirib chiqdi. Shuningdan o'zimni bir namoyon qilay, shu ovoz sharoitimni mishada bir sinay deb shu musakni keldim. Rahmat. Intayin bak tabiiy so'z bo'ldi. Yomon cho'ng bir maqsad muddani yoki mukofotni ko'z oldimizga keltirib olmay, o'zimizda bor talantni to'liq aks ettirib olsakla, natija degan shu. Chunki bugun chiqqan sahna o'zimi oz bo'lmagan natija. To'g'ri. Rahmat. To'rt elimiz o'rildik. Unda bo'lsa, biz shu aylangan to'rt xonim efendimni naumidsiz qo'ymassiz. Men sizning ovozingizni shunchalik yaxshi ko'rdim. Bek to'xtashliq shu yishingizga baxmagan, lekin ustuqligingizga loyiq bo'lgan shu ovozingiz meni o'zingizga jalb qildi. Xo'sh. Gapni qisqartib aytsak, hozir to'rtlaydan o'rildik-ku. Sizningki tanlashingizni anglatsak. Meni tanlashim Nurnisa xonimni tanlayman. Nurnisa Abbas xonimning yana bir shogirdi Qahar Husan bizga cho'qim yana natijalarni beradi. Ilm bog'chisida tarbiyalanib turibmi o'z karomatini namoyon qilmoqchi bo'lgan bu yigitni qizg'in qarshi olamiz.
u san'at beg'idan bizga bir meva bermoqchi. Şinjan Sanat İnstitutu'nun müzik fakültede okuyatıman. Ben adette ambab uslubdaki naqshlarni aytishga amroq. Mening bu qatimki musobaqaga nisbatan o'zimga hali ishonchim bor. Mumkin bo'lsa, eng oxirgi bosqichlargacha tirishsam deyman. Vafası yok söylengen, bevapa deyim seni. Muhabbetin farkı gene, özenge okşatma beni. Muhabbetini farkı gene, özenge okşatma beni. Aslan sana mendin deniz, başka birisi yersini. Günahlayman özgüyemem, özünü okşatma beni. Günahlayman özgüyemem, özünü okşatma beni. Özünü okşatma sen beni. Yaxşığa undur pelek, yamanğı köymez yürek. Man için ixlas kerek, özenge okşatma beni. Man için ixlas kerek, özenge okşatma beni. Sevgen gücün mihrini ver, yaşlı öter, vaktin gider. Derdim bana bez yeter, özünü okşatma beni. Derdim bana bez yeter, özünü okşatma beni. Özünü okşatma sen beni. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Oy, naqshning oxirgi qini. Bu naqsha? Qisqaroq qilibsan buni. Pauz qilmagandim. Qattiqroq qo'ydi. Yaxshi, yaxshi. Hopla. İsmim G'ojimat Qurban. Bu yil 24 yosh. Şinjan Sanat İnstitutida o'qiyman. Nima Yurtim Bertola. Muqam kasbida o'qiyman. Lekin amma ovozingiz yaxshi ekan to'q. Bu pauz ishlamadiq deblam bu naqshining qanday tugab ketganini hammamiz avval Erkin apanim degandek bir xil hayronlik ichirlam to'xtab qoldik. Balkim o'zimga bek ishinib ketdim bo'lganda 2,5 minut o'rila deb qoldim-ku. Adil olmay qolchi boshqa naqshchilar hammasi odatda bir naqshcha 4 minut atrofida bo'ladi emasmi? Siz ma o'tirdilam. Biz endi kirib shu naqshniki ichiga. Endi bir maşu hayajonlanib shu endi o'rlimiz deb turibsa naqshga gap qoldi. Hechqisi yo'q. Menga fursat chiq. Şu sen muqam kasbiga bir yil bo'ldimi? Yo'q, 3 yil bo'ldi. Anda o'zi bir muqaddima, bir ikki misra muqaddima bizga kerak. Muqaddima o'qimay. Nechta? O'qimay. Boshqa Mayli. Mayli. Tabiat muqominiki ikkinchi mas'ul qilib qo'ying. Girip turmen bu alemde. Aminimdek bir
qarajıqlar menimdek baxti qaranın haliga baxti qarajıqlar haliga baxti qarajıqlar Ben o'ylab qoldim, nimishqa mushundoq ahoniki bir naqshin aytmadingiz deyman, ya muqamni. Men bek pushaymon qilib ketdim. Haqiqatan. Endi bu o'zimning emgak mevamni bir sahnaga chiqara olay degan maqsadda. To'g'ri. Tanlanmasam bir tavlini olay degan maqsadda. Tunca asrında mutlusunu mübarek eylesin. Naqshni birinchi naqshni o'zingiz yozmoqchiman. San'atning davonlari ko'p. Biz bu yigitga texnik zo'r madad tilab, yangi natijalar yoritishiga tilaklar bildirib o'tmoqchimiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik benim Çin güzel girim buyumları mahirlağa omet dileydi. Bu programını diyarımızda g'arb taamları bilan Uyg'ur an'anaviy taamlarını birleştirip yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjirsimon tez tomorxonasi alohida talab qildi. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an G'unja Fahtil musulmoncha yelaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Kreditimiz keyingi mahirimizda. Güsende kuylar qaynaydi. Madaniyat samarlari ko'z chaqnatgan qadimiy ostona kuchadan bir güzel qiz yetib keldi. U Gulzar Ahmad. Ben naqsh keskinlikdagi vaqtlarda millicha naqshi bilan ko'pincha ommabop naqshlarni aralashtirib aytatdim. Mening yaxshi ko'rganim bo'lsa, naqsh anglashni, oilada o'g'limga ko'proq hamroh bo'lishni, tamoq yetishni yaxshi ko'raman. Men yana sayohat qilishni yaxshi ko'raman. O'zimning naqsh yetish jihatdagi darsizliklarimni, kamchiliklarimni to'liqlashni, ustozlardan o'rganishni umid qilaman. Men eng yaxshisi emas, ammo men eng tirishadiganim. Shuningdek, bu qatimki musobaqada o'zimning g'alaba qilishga ishonchim bor.
望着你不回家，想和你说句心里话。Teşekkür ustozlar, yaxshisizlar. Oyga qani. Yana bir kupet kamga. Nurnisa xonim. Minut soni bek uzun bo'lib ketsa, ta'sir etib qolamku deb shunga bir avjisini qisqartdim. Siz o'zingizni tanishtirib chiqing. Ismim Gulzar Ahmad, Qushadin keldim. Men odatda milliy naqshni ko'proq aytdim. Qismga kirgandan keyin shu Xanzush naqsha bilan tanishdim. Anandan keyin tunji shu amba uslubda aytishim Dovlaninki Shi Chinga degan plastinkasiga Gullarlar degan naqshamni aytib, shuningki uninga qo'shimcha ovozlarni men shu aytdim. Shuningdan keyin anandagi Aminbab naqshi bilan u biza yetaklidi. Shunday qilib kirdim. Allohda bizga undaq yo'q Aminbab naqshlarda naqsh to'liq fursat kelmaydi. Ko'pincha milliycha aytamiz. Shunga bu qatim Sinab bu musobaqa shunday yaxshi o'tkazibdi. O'zimni men bir ko'rib sinab boqay. Uning ustiga qaysi ustozlarni talab qilsa sizlardan yaxshi bir o'gish fursati bo'lgudek deb o'ylagan edim. Ko'p afsus yaxshi aytolmay qolgan o'xshayman. Ustozlarning fikr berishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Shunda siz hozir shu kucha ma'lum qismdimi? Ya qismdan chiqib chiqdim. Chiqib chiqdingizmi? Voy, ovozingiz shunday yo'riq chiroyli. Haligi biz uni bilmay bu avjisi yana bor. Asli bor-ku. Eng oxir yana bir avjisi bor. Siz toza o'zingizni shu bizga taqdim tunishtiradigan yeri dal shu avjisida. Lekin mening his qilishimcha siz men his qildingizmi-ki, azroq tamtirashdan kelib chiqqan qiyish ovozlardagi yuqori qismida ancha emas, tuman qismida naqshning avjisi emas, lekin u bosh qismida azroq tamtirashdan kelib chiqqan qiyish bo'ldi mening hissiyotim. Lekin kelib chiqqan qiyish kesili. Qiyish kesili. Lekin bu asosan sizning naqsh aytishdagi talantingizga, bizning hissiyotimizga cho'ng daxl yetkazmagan. Afsus, biz ulgurmay qolgan o'xshaymiz. Men qarab turdim, misol Nurnisa xonim endi o'rlarga tayyorlik qilib o'tgandim. Siz diqqat qilsizlar. Bir kuplet men o'yladim, kam qoldi bu. Ya bek ovozi bek tatlı keldi-chi. O'zim azroq afsuslanib qoldim. Men yana ba degan bir o'y bilan deb qoldim. Hech yo'q, musobaqa endi shunday bo'ldi. Ko'pincha yillarda bu talaga bog'liq ekan-ku. Shu. Ne yaxshi aytadigan bolalar sanida shu naqshi aytgan vaqtida chataq chiqarib qo'ydi. Shu. Lekin sizdan chataq chiqmadi. Afsus, biz sizni tanlay olmay qoldik. Lekin sizning mush yo'ruq, chiroyli ovozingiz, Bahor Gul Eminnikidek suzuk buloqdek ovozingizdan huzurlandik. Shundaqla mushu sahna orqali, ya'ni xush ovozlarni tanlash musobaqasi orqali siz o'zingizning talantini butun Shinjonga, butun mamlakatga, butun dunyoga bir ayon qila oldingiz. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Afsus. Ay, men bu qizni bilatdim, men ko'rib anglagan ovozingizni. Harbiy qismda chiniqqan bu qizning g'ayrati, shijoatiga baraka. Gulzar Ahmadning kucha san'atini nurlantirish xizmatida yangi natijalarni yoritishiga ishonamiz. Bu programmani diyorimizda g'arb taomlari bilan Uyg'ur an'anaviy taomlarini birlashtirib yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjirsimon tez tomorqanisi alohida talab qildi. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'am G'o'lja farqli musulmoncha yilaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Qanday keyingi bahirimizda bo'lsin. Ko'ngliga yuksak armonlarni fikr, go'zal Ili vodisidagi yurt Tekasdan olmas Abdikim keldi. Uning ovozi Ili daryosidek to'lqinliqmidi yoki Ovral tog'laridek hayvatmidi? Qiziqishim har xil uslubdagi naqshlarni aytish va har xil muzika asboblarini chalish. Ishonch muzikaga nisbatan bir qimmatli guhar. Men ishonamanki, bugungi musobaqada men cho'qim qutib qazdim.
Assalomu alaykum. Qani o'zingni tanishtirib qo'y. İsmim Almas Ablikim, yurtum G'ulji Tikas. O'qiyotgan maktabim San'at instituti 2011-yillik musiqa ma'rifat sinfi. Men siz uchun aylandim. Rahmat. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Eng oxirgi. Fursatni ketkizib qo'yishni qo'ldan bermadim. Men texnik sizni o'zingiz chilib o'zi aytayotgan o'xshaydi deb o'ylabdim. Lekin chiroyli aytdingiz. Menga yoqdi. Do'stim Shirali, Absalom. Shirali, rahmat. Men sog'tishim. Shu og'inangga rahmat. Sening xotirjam naqsh uchun
vaqt chiqarib mishada sizlar bilan birga hamkor qilgan mush barliq do'stlaringizga bizmi rahmat aytamiz. Burada biz fursatni o'tkazib qoldik. Nurnisa xonim tanlagan bo'lsa bu texmi yaxshi bo'ldi. Bizmi xotirjam bo'ldik. Haqiqatan yaxshi aytding. Rahmat. Yana muborak bo'lsin. Efendimler bilen bir görüşelim. Mübarek olsun. Avazınızdaki anca mınca meselelerini el kılıvalımız. Nurnisa xonimningki muzikasi bir kutib olishimizni biz yana rahmat sizlarga. Nurnisa Abbas xonim Olmos Abdikimning ustozi bo'ldi. Ili daryosining uzilmas eqinidek uzilmas sadolarni Olmos Abdikim o'z ovozida yangratgan. Mana markaziy shahardan bir yigit kelyapti. U ko'nglida nimalarni o'ylaydigandi? Bizga qanday naqshini taqdim qiladigandu? Naqsh etish, musiqa chelish, usul o'ynash, kichigin ta'tildan naqsh etishmek yaxshi ko'rardim. Musiqaga bo'lgan ishtiyoqim kuchli edi. Usul o'ynashni, gitar chalishni yaxshi ko'rdim. Men bu Ipak Sadasi programmani televizorda e'lonni ko'rib, qatnashishni qaror qildim. O'yinliklar san'at bo'lgan qiziqishimni kichigimdan qo'llab kelayotgandim. O'zimning o'qigan kasbim ham musiqa, yoki hozir qadar qo'llab kelyapman. Bu musobaqa bo'lgan o'yinlarning ishonchim qildi. Ishonchim qildi deb o'ylayman. Tayyorgarlik qilib chiqdim. Hayran bo'lma ko'rganlaringga, ko'rmaganni ko'rsan tehi. Yaratmasan ahmanni bugun, zahri izlab yursan tehi. Hayran bo'lma ko'rganlaringga, ko'rmaganni ko'rsan tehi. Yaratmasam ahmanni bugun, zahri izlab yursan tehi. Yaxshi bo'lsa omad peshinda, yomon bo'lsa ofat peshinda. Ko'rmaganga ko'rsan tehi. Yaxshi bo'lsa omad peshinda, yomon bo'lsa ofat peshinda. Issiq bosmayotgan ishimda, aytgan ishimda, ko'rmaganga ko'rsan tehi.
Мәңгі сәтеміз Талай ойлап күлсәм тегі Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingni bir tanishtirib o'ta. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum tomoshalar. Mening ismim Dilshod Ahmad. Yurtim Urumchidan. Bu 27 yosh. Apakam bugun tanlanish shart emas. Xuddi sen aytgandek. Sen yanıla mening shogirdim. Rahmat. Men kelar yilgi musobaqada seni cho'qim natijaga erishtirman. Ablaka bu oyunimizni men yaxshi to'layman. Bu markaziy muzika institutini bittirgan men shu vaqtda o'qiyotgan tamashada. Oldingi yili bu elimiz bir necha musobaqa qatnashgan bu vaqtda bag'ishib bo'lgan. Ilgirlash intayin zo'r. Dilshadkam ilgirlash intayin zo'r. Men o'ylab bakmoqchi ekanman. Mushining o'zi menimcha eng cho'ng g'alaba. Eng cho'ng g'alaba. Bu qatam men oladigan ovozlarning yana birisi mushdi. Ammo o'ylimga yedim bu ketkizyapti. Mayli u degan bu navbatlik ish. Muzikani qachon ishlatganda? Ishkanda bo'ldi. Bu aslidagi tankashma emas, o'zi ishlatibdi. Ayrim ishlatibdi. Har bir qatnashuvchilarimiz mana astoydil muomala qilishni umid qilamiz. Balkim burun aslidagi tankashga aytib ko'ngan bo'lish mumkin. Azroq o'dardi chataq bor. To'g'rimi Dilshod? To'g'ri. 1 minut vaqt beramiz. Seni yurak so'zingni anglaymiz. Mening yurak so'zim bo'lsa, bugungi musobaqa bo'lgan xil ishonchim xil zo'r edi. Najkuni yoqi rasga qilsam, gelim og'rib qolgan, rasmiy jiddiylash bo'ldi. Qanday qilaman deb, lekin cho'qim tirishib yaxshi yetaman degan niyat bilan chiqqan. Afsus tanlamay qoldim. Lekin mening yurak so'zim birinchidan ota-onamga cho'nqir rahmatimni bildiraman. Ota-onam meni hozir qadar qo'llab kelyapti. Men buningkin ham ota-onamning umidini hargiz yad qo'ymayman. Rahmat sizlarga. Irodani bo'shashtirma. İpek yolu sadayımızda xush ovozlar yangramoqda. Her ovozning, her mayirning o'ziga xos ismi bor. Dilshodning bizga taqdim qilgan naqsi qarab. Her qalida bir xiyol, her ko'ngilda bir arzu. Mana ishonch armonlarni tengib, Uchturpandan Yusufjon Mijit keldi. Oyuncularım bu kesip karta, hemen muş kesipte bir üzüp çıkışımını nait ümit kıldı. Bilgem bu müsabaka karta 80% işençim var. Yüzümde kançılık tecrübe topluluğunu muş program arkalık ispatlamakçı oldum. Sazlani
ey Muhammed Güllenin bahari hem yazi Muhammed Misal şerbetiye toymasın ötken Kızlani Neptun karnazi Sazlanim esli gül Hacı Muhammed Güllerim bahari hem Yazi Muhammed Sal şerbetiye tuymasın ötken Kızlanim meftunkar Nazi Muhammed Kızlanim meftunkar Nazi Muhammed Siyahi bulur Nur çiçip yaşlıkar Bostanlarını Bir doğu yüreknin sadası bulur Anga doldurar Dastallarını Anga doldurar Dastallarını Muhammed vücudun sendin ot oldu Muhammed Söylenen esitip eşdat ömrünü Vakilik remzi dop oldu Muhammed Vakilik remzi dop Yaxshi, inan yaxshi. Bu naqsha marhum ataqliq naqshchimiz mana Uyg'ur yaqinqi zamon tarixidagi mashhur ataqliq naqshchimiz Abdurahim Ahmedi ustozimiz o'rinlagan kapti naqsha muqomda. Rahmat. Yaxshi o'rnadingiz. Rahmat. O'zingizdan bir konuştirib bizsangiz bir asralaşı olayı bu. Assalamu alaykum, nahmaylan qarindoshlar. Ustozlar, mening ismim Yusuf Jamijat. Men Oqsuv viloyati Uchturban noyasidan keldim. Uchturban noyasida nima xizmat qilsangiz? Hozir
Aksu vilayet medeniye sanat mektabını bütleyen otur teknikum. Hazır Üçtürpanlık sanat mekte nakş kesiminden şugullanıyorum. Bu yıl kaç yaş? Bu yıl 24 yaş. Evet. Ben bir sualını sorup alsam. Adette muşu uslupdaki nakşlarını etamsız devamlık ya başka nakşlarını mı alamsız? Benim bir adaylığım hem de üzerinden baktıkalığım emez. Hoş. Universallığım var. Mesela sizden, Mehmet Kam'ın, Nurun Sa'dımızın, Erkin Abdullah Efendi'nin nakşıları olsun mu? Maslaştırıp küteleğine. İttifakkan. Buraya nakşını bir. Bir mısıradım. To'xta aynı ya. To'xta turma. Unda qilamiz. Jiq etmaymiz. Bir kuplet etishga ruxsat. Aning keyin bizni demoqchi bo'lganimiz mana bu zamonaviy uslub tushirgan naqshlardan biri. Şunu demoqchimiz. Zamonaviy sizlikni bir to'lab. Aytib beraydi. Gül yüzün görmeyin, gözüm yolunda kaldı, sen güzel gelmeyin. Ya haber vermeyin, ehli hıyalım aldın, hiç aram vermeyin. Seni görmesem bulmaz, suyu güllerim sulmaz. Küttüm ben kilişken verdin keşmeyi. Gül yüzün körmeyi, hiç aram bulmaz canım gayet kelip var mı candın keşmeyi. Rahmat. Unda olsun benim sualım tugidi Cuma. Enim yaxshi urilladingiz. Shunda bilan istaymiz. Rahmet ustozlar. Navbatda endi ustozlaringizdan asosan hammamiz o'rildik deymi? Shundoq. Hamma ma'lum siz uchun aylandi Cuma. Eng boshqa men bayqadim Cuma. Eng başta Mahmud efendim bayqıval. En ahırda ben bayqıvaldım ahire. Küçülüğünü tam bayqab saldım. Yusufcanın arzuları, sanat mahareti, Abdullah Abdurrahim Efendi'nin yetaklışı bilen çiçek aşıksı. Biz degan Ipak yo'li sadosi hammamizning sadosi deb. Mana bu xonim yoshlog'i jang e'lon qildi. Azizani Qashqardan Maryam Obodakli bizga qandoq san'at sovg'isi erib kelgan? Qilgan ishlar naqsh o'qish, tantarbiyaga qiziqaman. Koreyaniki televiziya teatrlariga intayin qiziqaman. To'rt ustozni hammasinin maqsadini intayin yaxshi ko'raman, ham ularni hurmatlayman. Bugungi musobaqada xudo yana bir bosqichga chuqur kira olmayman deb ishonchim bor.
birge yürgen güzel bağlar içinde çığırlap ağırsa sevgini izakı bulbuldek sayrar gönlümni hemra boğar Mana hemra bulgar Güzel bağlar içinde naz bilen o sevgimi konu kılıp güldek içici seni ram kılıp hemra boğar sana hemra Müzik pek yoğun olup kaçan şey. Havası tatlıken olmuşsa. Şiirlap ağırsa söylümni izarkı Durursan hanım otur da. Bulbuldek sayrar gönlümni hemra boğar sana hemra Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oy. Anda Kelar o'zingizni bir tanishtirib. İsmim Meryem Ababekri. Kesbim doktor. Ben chiroyli Şu doktorlardan çık nakşı çıkıdı ki. Bu nakşa Dağlıcı'nın ma yaşlarımız bilen mi? Abdullah Abdurrahim işkimiz ya ma anlayıp da. Bilida. Bunda yaxşı etdiniz. Dağlıcı'nın ki etkan yapılnan nakşısı değil mi bu? Bu müzik kısmına ait bir 15 yıl burun çelinğindek durdu menimce. Ben ne çıktım öğrenimen dep Abdullah kan paranlaştım bu tenkeş meni kelgan durup qo'ychu. Tenkişi bekla. Bu muhim narsa. Ha, ilaqi meniki nimamga ta'sir berib qo'ydi. Uni ustiga sizning ovozingiz bek shunda tatliq. Ma muzika, ilaqi tenkesh bo'layotgan muzika. Bekla konu muzika boshqa sal men shu ta'sir qilib qolishkisi bakallamni valosh qiladi shu muzikaniki. Siz qanchalik vaqt oldingmi shuni naqshini e'tibor qiling? Ham deganingizga. Mağlaqşını rastlıqın hiç gün bol tekisini pek tez düşürdüm. Shu.
Shunday turdi. Azroq qilib o'zingizda tikilishlik, teksilishda. Ta'sirroq ham uyginib, ish kun bo'ldi. Tankash meni sal biyaram qo'ydi muzika tankash. Siz ovozingiz shundoq tatliq. Maryamgul qanda bo'ldi biz aylanmay qoldik. İntayin absizimiz. Siz ovozingiz aytdi, tatliq ovozga. Endi o'sha tatliq ovozni yana o'zingizniki o'sha tatliq ovozingiz texnik yaxshi xalqqa tetkizadigan, anglag'uchilarga texnik ta'sir qiladigan naqsh tanlash uchun yana tajriba qilsangiz bo'ladi. O'zingizniki shu chiroyli ovozingizni bizning qarindoshlarimizga bir qatim anglatdingiz. Bu yaxshi natija. Tabriklaymiz. Rahmat. Ahırda sizningki tatliq ovozingizda bizni shunchalik ta'sirlantirib, bizni shunday huzurlantirdingiz. Biz shunday xush bo'ldik. Biz hammamiz sizdan samimiy afv so'raymiz. Rahmat sizga. Shunday tatliq naqshni sizga aytmaginingizga rahmat. Tevekkül qilishdan qo'rqqanlar o'z vujudidagi aloyidliklarni bo'g'ib qo'yg'ichi Maryamgul xonimning ishlariga o'ngishliq keniga saq tilaymiz. Sizga kechirim. Ovozingizni asraysiz. Boshqa kasblar bilan shug'ullansimi, qalbida san'atga yuksak ishtiyoq bog'lagan kishilar noyit ko'p. Kucha diyoridan bir mahir assalom deb yetib keldi. Odatda ommabop naqshlarni, bizning xalq naqshini anglashni, aytishni yaxshi ko'raman. 15 yil o'tdi naqsh aytayotgan shu jarayonda nurg'unlagan agar to'qayliqni beshimizdan kechirib, naqsh muzikaning borallarida nurg'un qiyinchiliklarga uchirdik, ham xo'shallik erishdik. Lekin Ipak yo'li savdosi o'sha cho'ng sekinda haqiqiy bir o'zimni sinab o'tgan shu munosabat bilan o'zimni sinab o'tish uchun bugungi programma qatnashishni loyiq ko'rdim. Bu musobaqa zo'r ishonchdan keldim. Birsi ta'lim, yana birsi o'zimni bor qobiliyat, amal va eng yaxshi natija erishishga tirishman. Körsekken koyaş bu koyaş yemedim keymedim haramni dadam der yaşaştım ögendim halas yemedim keymedim
sorular da. Selamünaleyküm. Aleykümselam, assalomu alaykum. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. İsmim Anvar Yasin, Üzem Kösen Diyar'dan Kuchağın Ayısı'na geldim. Bu yıl 32 yaş. 18 yaşlı tekrar tursun da. Ya 30 yaş kirmisi bana naqshni yetib qolmaydi. Şu. Erkin bilen ten okşaydı Qaraganda. Menden bir yaş çünkü. Bu naqshni o'zing yozdingmi? Yo'q, men o'zim yozmagan. Bu kim yozgan naqshi bu? Bu naqshning teksti, muzikasi Mehmetcan Abduqodir. Oo, bizning rejissyorlar degina. Muzikasini Astodisdan Alimjon do'stimiz ishlagan. Bugun o'zingniki kayfiyating qandayroq? Sahnaga chiqib nihoyat xush bo'ldim, lekin yomon jiddiylashdim rostga qilsam. O'zim ko'nglimdagidek aytaman deb o'ylasam bo'ldi hozir. Yaxshi aytaman deganda 50% aytaldingmi? Ya. Senchi necha %% o'zing hozir bizga necha % aytalding deb o'ylaysan? 70% atrofida aytdim deb o'ylayman. Ovozim chiqishda faqat yaxshi kontrol qilaman ovozimni. Nafas joyida emas. Jiddiylik bo'ldi ekan-ku, men yaxshi. Nafasni qattiq yaxshi ilib etdim. Men qattiq bo'tadim. Ya ovozlarında iniq chiqdi zadovkam. Siz o'zingiz ish kasb bilan shug'ullanasiz? Men 2001-yili Xinjiang Pedagog universiteti muzika ma'rifat kasbiga qabul qilinib, 2006-yili o'qishib bitirib, shu 1 yilgadan 1 yil atrofida ishlamadim men. Ishlamay, o'zim yakka tijorat qilgan o'y bilan ishlamay 1 yil naqsh etdim, 1 yildan keyin tashlatdim bu kasbni. Oila qurdik. Oila qurgandan keyin men naqsh etib, makasda jambaqamda men naqsh etgan vaqtda bizga sharoit bo'lmadi. Endi chat rayonlarda bizga unday fursat bo'lmaydi ekan. Shundan men orliqda 4 yil tashlatdim bu kasbni. Faqatlik qilmadim. Orliqda endi turmushning halakshida har xil eg'ir kunlar erkakning bir shaklda ekan. Faqat yo'l topolmay mashkasini bak yaxshi ko'rdim men. Yeni mashkasini tanlab oldim. O'zimni xo'shalik izlashdi. Mashkasini tanlaганың bak yaxshi chiqdi. Agar bu kasbni tanlamagan bo'lsang, endi boshqa tijorat qilasan, yo'li chiqadi, o'zing bayam deb o'tding, faqat chiqish yo'l topolmadim deb. Qaragan chog'da taqdiring shu yo'lda o'xshaydi. Mana Ben bu sizin naqsh o'rlash jihatdagi o'zimning his qilganimni bir deb baxsam, shu naqshniki hissiyot jihatdan, o'rlash jihatdan, har qaysi jihatdan ish qilib bana intayin ta'sir qildi. Masalan, ixtiyorsiz holda meniki ko'zlarim nemlandi, yaqinlashsin desam. Issiq yoshlar oqdi. Erkek. Zakam şu tersibi yağmur. Gözümde ıssiq yosh, ağzımda kulga degan. İntayin hayacanlandım. Her qaysi jihatdan naqshni nihoyatda to'lgan hissiyot bilan nihoyatda yaxshi o'rildingiz. Rahmat. O'tilaylan o'rildik sana. Rahmat. Zamanında ve o'ylaganlari bordi. Sonra fikrim bo'lsa, ben bir o'zimning fikrimi bildirib qo'ysam. Qani. Mushu sahnaga kelib, o'zinglar tanlagan mushu 4 ustozning mushunchalik yaxshi bahosiga erishish haqiqatan odamni hayajon soldigan ish deb o'ylayman. Chunki menmi shu 30 yosh, shu 20 yoshlarni besib kelgan bir naqshchi. Shunga o'zi e'tirof qildigan o'qituvchi ustozlarningki yaxshi bahosiga e'tirof qilishiga uchirsa, odamning 5 ko'kka yetadi. Lekin Mavla hammasini maqtab o'ziga tortyapti, meni bilib qoldi. Men o'zimning avolimni sana tushundirdim, sen bilsa. Mushu ovoz menga lozim. Shunda oldirasiz. Chunki bu musobaqa maydonida sen o'zingning to'liq namoyon qilishing uchun yaxshi bir sharoit kerak. Ustozlar hammasi seni to'g'ri tarafga yetaklay oladi. Biroq men o'zim bilan Abdullah ansamblini qo'shsam, balkim seni texim yaxshi bir taraflardan kamchiliklarimni texim to'liqlab keta olaman deb o'ylayman. Ana safkan.
Abdullah akam obdan gap qildi. Meni bir yapıpaysam bulam da. Qara. Men ama gruppamda seni naqsh o'qiydiganni men tanlamadim. Şuna sen lazım. Eğer ideyandan üstse mening gruppamga kirsen fakat ziyan yok. İşqilib fayda var. Fayda var. Hem de aşından kılıç gitem de. Ama biz gitlerdim beğendim. Bana bir beğensanlar bir koşulup gittik. Ben deyme Mahmut efendim. Manda jigitni ben berenmeydi. Hem beğeni olsun biz gibi daha bir akış kılıp etmem la. Akışını kılımız emnimiş aldığımız yaman peyzi avazı var bir jigit olsa biz çokum tanışımız gerek. Doğru. Munda. Ama bayatın siz 30 yaş. Doğrusu da böyle. 30 yaş çiğneyme demek istiyorum. Aslında bir nakşa vurduldunuz. Hem de ben bana bugün emas bu yıl 36 yaş girdim. Şu kıran vaktimizde ama 40 yaş etrafdaki nakşa yıtkan bolsanız hem de Abdullah Kamil Mahmut Kamil kalaysınız. Bu da. Doğru. Şuna endi men şu sizin de bir neçe yaşlar şunken ben muş qadamni endi besivatıman biz taqdim etganmiz. Endi men demoqchi bo'lganim biz taqdimot o'rtaq ilgirlaymiz. O'rtaq ilgirlaymiz. Endi ağayın olab o'timiz demoqchi. Rafkam, mana sening ovozingni islam bayqudu. Sizlardek ballani yetiştirish. Üçüncüsü, azma. Raskepni desem, mana sana muşa avazınga nakşı yizip vereleyim. Akortlaştırıp vereleyim. Mesela, eğer orkestra lazım olsa, simfonik orkestrum var. Eğer onu yaratmayayım desem, rivayet müzika tırtıva ekip ben. Şunda yaxshi gap bo'ldi. Hammamiz yaxshi ifodalarimizni bildirdik. Endi seni o ko'p qijil qilmayli. Men atamga, apamga birinchilar. Anamniki meni qo'llagan do'st birodar, og'inlarimga, ustozlarimga bir salomimni yetkazib olsam. Rahmat sizlarga. Endi bugun bizning katta cho'nglarimiz, ustozlarimiz bana nait yaxshi fursatlarni berishni so'zlab o'tdi. Rost aytsam, to'ytelarni ben yaxshi ko'rmayman. Qaysini tanlashni faqat uqamay qoldim. Nuri Biopen Texnikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin için güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Ben Mahmut Süleyman efendim. Mana ticaretçi Enver Yazın Mahmut Süleyman Efendi'ni ustazlıkla tanıdı. Bu hemkardeş jarayonida Enver Efendi'nin ticareti to'xtab, ziyon tortib ketami? Enver Efendimi ilim ilish uchun bunga rozi deb qoldi. Programmamizning 8-chi sonimi qalbilik oyoqlashdi. Biz aqlliq, jasoratlik, g'ayratli mayirlarga rahmat aytamiz. Raqobat keskin, naqsadolar yorqin. İpek Yolu sadayımızdan kilerki sanıda yana qandaq kütülmegen qo'shanliqlar bordir. Unutmang, İpek Yolu sadası hemmimizning sadasi. Vaqtida köy gelsin.